Assalomu alaykum, pritsep ishqibozlari. Mana Jizzax viloyatiga tayyorlantirilgan pritsepimiz. Silindrlar qo'yildi. Bu pritsepimiz o'ngga chapga ag'daradi. Bu Jizzax viloyatiga tayyorlanyapti. Bu pritsepimiz Namangan viloyatiga tayyorlanyapti. Razmerlari ikkala pritsepimizga ham 1.80 eni, uzunligi 3.5 metr. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. O'zbekistonda barcha viloyatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Pritsepimiz o'ngga chapga ag'daradi. Mini traktor uchun tayyorlanyapti. Mana bu yerdagi pritsepimiz ag'darishga tayyor bo'lyapti. Bu pritsepimiz Farg'ona viloyati Rishton tumaniga tayyorlanyapti. Bu pritsepimiz ham razmeri eni 1.80, uzunligi 3.5 metr. Uchala pritsepimiz ham razmeri bir xil egizak. Balonlarimiz 15-20 tur bo'lgani stupitsa diskasiga, risollarimiz traktori teleshkasining risollaridan, o'slarimiz rossiyskiy borovой turbadan, oldidagi поворотниклari traktorda katta pritsepniki, kattasidan. Bu pritsepimiz mana silindrlari ham sostiyanasi tiniq, yaxshi xudo xolasa, salniklari yangi qo'yilgan, yog' moy qo'ymaydigan chiqadi inshaalloh. O'zbekistonda barcha viloyatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani. Videomiz kengroq tarqalishi uchun like, podpiska bosib qo'yasizlar. Hammaga omad, charchamanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Usta dam olyapti.